ugridan qolgan izlar, chandiqlar, post akne deyiladi. Bugun shu haqida gaplashamiz. Men Mullaxonov Jo'ron Baxtiyorovich, tibbiyot fanlari doktori, dermatovenerolog, dermatokosmetolog, 17 yil ish tajribaga ega bo'lgan praktikuющий vrachman, shifokorman. Eng ko'pi mana ugrilar ko'p gapirilgan. O'zi umumiy olganda ugrilar teri yog' bezlarini ish faoliyati buzilganda kelib chiqadigan, ish faoliyati aktiv bo'lgan bemorlarda bu ugrilar chiqadi. Nimaga ko'pchilik uylansang o'tib ketadi, o'smirlarda bu holat kuzatiladi. Teri yog' bezlarini shu jinsiy gormonlarni kuchaytirishi natijasida teri yog' bezlari aktivlashadi. Aktivlashgandan keyin ikkilamchi stafilokoklar, streptokoklar, shunga o'xshash bakteriya, stafilokoklar ko'paygandan keyin teri yog' bezlarining yallig'lanishi natijasida infiltrat, qizarish, toshma boshqa bo'ladi. Bu terini yog' bezlarining rivojlanishiga qarab turib, ko'pincha shu umumiy bilamizki, bu kasallikning og'ir formalari bu shu teri yog' bezlari soniga va sifatiga deyiladi, shu joylash o'rniga boshqasiga bog'liq bo'ladi. Shu yog' bezi yallig'langandan keyin, yirtilganda, teri butunligi buzilgandan keyin bu yerda post aknelar, chandiqlar hosil bo'ladi. O'zi chandiqlarni gipertrofik deyiladi, tashqariga o'sadigan chandiqlar va ichkariga o'sadigan atrofik chandiqlar. Bu shu teri qatlamlarini o'zaro bog'lanib qolib, chuqurlanishi, shu teri yirtilganda shu kollagen yoki shu terini bir bilan bog'lab turadigan holati buzilgandan keyin o'sha yerda chandiqlanish bo'lgan holda biz ko'radigan shu yuzimizdagi chuqurchalar yoki ko'krak sohasida bo'ladigan tashqi tarafda yoki ko'pincha yuz sohalarida ham uchraydigan gipertrofik chandiqlar. Hozirgi kunda birinchi navbatda o'sha chandiqlanmaslikni oldini olish uchun qanchalik davo choralarini erta boshlasak hamda sistem retinoidlar bilan birga davolansa, kasallikni aktiv shu yog' bezlari ishini normallashtirgandan keyin, yallig'lanish belgini olgandan keyin lazer terapiyalar shu post aknelarga ishlasak, bu ancha effektiv bo'ladi. Birinchi navbatda hozirgi kunda meditsina olamida shu estetik tibbiyotda yoki shu dermatologiyada ko'p sohalar kabi shu lazerlarni rivojlanishi kuzatilyapti. Bu yerda birinchi navbatda shu aktiv ugrilar boshqa qilganda shu dog'larning izini yoki post akne kamaytirish uchun shu VBM o'sha gemoglobinga, shu qon tomirlariga ta'sir qiladigan yoki IPL, fototerapiyalar bu asosan yallig'lanish oldi strukturasi, elastiklarni normallashtirib bersa, unda hozirgi kunda bu yerda shu post aknelarni birinchidan chuqurlik darajasi, holati, etapi, shu chandiqlarni klinik jihatdan turlariga nisbatan davolash taktikasi belgilanadi. Birinchi navbatda hozirgi shu ko'pchilik ishlatib kelayotgan CO2 shlifovkalar o'zi bilan siz xohlayotgan effektga erishish ancha qiyin bo'lishi mumkin. Nimagaki, bu yerda birinchi navbatda shu chandiqlanish hozir subsidion deyiladi. Shu separatsiya qilib turgan holda shu qilib turib, kollagenaza yoki kollagen stimulyatsiya dori vositalari bu yerda shu berilsa, kollagen stimulyator, kollagen o'sha yuzga qilingan ukollar qilingan to'ldirib turib keyin shlifovka qilinsa, bu nisbatan ancha klinik jihatdan effektivimiz oshadi. Va hozirgi kunda shu mikroigolchida RF chiqqan shu ignalar kirishi natijasida shu yerda valni qizdirish hisobiga shu chandiqlarning erinishi, subsidiya qilinishi hisobiga bu yerda kollagen stimulyatsiya qilib ancha chandiqlanish bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda shu ugrini stabil holatga keltirgan holda, uni klinik jihatdan chandiqlarga baho bergan holda etap lecheniya qilinsa, bu estetik jihatdan, klinik jihatdan bu ancha samarasini beradi. Hozir bu yerda shu zolotoy o'sha post aknelar, o'sha CO2 lazer, shlifovka, ham mikroigolchita, RF va turli xildagi shu shlifovkalarni RB yoki CO2 turli xillari bor. Bu har bir insonga individual yondashiladi.